Hazreti Aysoning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda keldi. Uning yanida oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari tarafidan avatilgan qilich to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam bor edi. Hazreti Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda ularga olli-burun "Men kimni so'ysam, Hazreti Ayso shu, sizlar uni tutinglar" degan va so'yish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi. U uddul Hazreti Aysoni oldiga berib, "Salom ustoz" deb uni so'ydi. Hazreti Ayso uningga "Birodar, qiladiganingni qil" dedi. Buning bilan yelki odamlar yopirilib kelib, Hazreti Aysoga qo'l silib, uni tutqun qildi. Hazreti Aysoning yendiklardan biraylan darhol qilichini sug'urib, bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chaqarning qulog'iga tegib, uni shilib tushirdi. Hazreti Ayso uningga "Qilichingni qiniga sol. Qilich ko'tirganlar qilich ostida halok bo'ladi. Yoki meni Xudo otamdan yordam ololmaydi deb o'ylab qoldingmi? Xolisam, u menga shu an 12 tumandan ortiq farishta avatidi. Biroq agar men unda qilsam, muqaddas yozmalardiki, cho'qim shundoq bo'lishi kerakligi to'g'risidagi so'zlar qandoq amalga oshsin" dedi. Oldin Hazreti Ayso u odamlarga qarab mundoq dedi: "Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tirib, meni tutqili kelibsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Har kuni markaziy ibodatxona hovlilarida o'ltirib ta'lim beradi. U chaqda tutmadinglar. Ammo bu ishlarning yuz berishi payg'ambarlarning muqaddas yozmalarida oldin aytganlarining amalga oshirilishi bo'ldi." Bu çağda şagirdlerinin hemisi onu taşlap keçip geçişti.